Jigarim, falon pulga qilgan remontingiz 1 yilga bormasa, mana shu holatda ko'chib, o'chib ketyaptimi? Undan tashqari $15,000 ga olgan Damazingizni rangi sarg'ayib ketyaptimi? Farg'onani Bag'dotidan ustakalarimiz zo'r yangilik qilib qo'yibdi. Qaranglar. Endi remontingiz ham o'chmaydi, ko'chmaydi, Damazingizning rangi ham sarg'ayib ketmaydi. Oppoq turadigandan bo'ladi. Qaranglar, shumkali gibrid navesimiz bo'ladi. Uzunligi 17 metr, eniga 7 metr joyimiz. Общий kvadrati 120 kvadratda, usta haqqi materiali, dastavkasi hamma yo'q ichida. Farg'onani Mindoniga kelib zo'r qilib o'rnatib beribdi. 1 kvadrat 400 mingdan. 48 millionga bitgan navesimiz. Qaranglar, mana bu ustunlariga qaranglar, zo'r qilib ishlab qo'ygan, baquvvat qilib lazer gullardan foydalangan. Bitta kirganda hovlini ochib yuboradigan. Ko'ryapsiz, salqin, yoriq turibdi, remontingiz ham zo'r turadigan bo'ladi. Endi yomg'irda hovlingiz qup-quruq turadi va remontlaringizga hech nima bo'lmaydi. Issiqda o'tkazmaydigan gibrid fason navesimiz bo'ladi. Butun O'zbekiston bo'ylab. Xuddi shu fasonimizni 400 ming so'mdan qilib berishar ekan, Farg'onani Bag'doddan Samandarali ustakalarimiz bo'ladi.